Do'stlar, hozir Yangi Bozor City'daman. Bir ma'lumot sifatida sizlarga shuni aytib o'tishim kerak. Ana shu kvartiralarimizdan, uylarimizdan desak bo'ladi. Bu yerda oylik to'lovlarini to'lolmay qolgan odamlarimiz bor. Shular kvartirani o'z nomiga registratsiya qilganlar, lekin bankka to'lovlarini to'lolmagan. Ana shular topshirish arafasida turibdi, topshiramiz deydi. Xohlovchilar bo'lsa, bank to'lovlarini davom qildirishingiz mumkin. Ulardan sizga tegadigan foyda dokument ishlarini qilgan xarajatlari va shu vaqtgacha to'lagan to'lovlarning yarmini to'lashingiz, berishingiz mumkin. Bankning qarzlarini to'lab bo'lishingiz bilan oylik to'lovlarni yana davom qildirishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Endi garantiya sifatida video fiksatsiyalar qilamiz, video olamiz, o'zlari so'z beradilar, yana undan keyin ham tashqari yana yozib ana shu uyga da'vosi yo'qligini bildiradi va to'lab bo'lishingiz bilan hech qanday shartlarsiz nomingizga o'tkazib berishga shuni shartlashiladi. Hurmatli do'stlar, bu strashniy narsa emas. Hozir shu yerdan 4 uyni topshirganmiz, Bo'zqaladan ham topshirganmiz. Bo'zqalada da shunday uylarimiz bor. Bu yerda 2 kanallarimiz arzon bahoda sotib olinib qolingan. 165 millionga 2 kanalimiz, yana bir 2 kanalimiz kattarog'i 190 millionga olinib qolingan. Yana bir kvartiralarimiz 3 kanalimiz 250 millionga olib qolingan uylarimiz bor Bo'zqalada. Bu yerda da topshirishimiz mumkin bo'lgan uylar birovning nomida turibdi, lekin to'lovlarni siz davom qildirishingiz mumkin. U isbotlanadi qachon shu o'zingiz nomingizdan to'lab boshlagan kundan boshlab yana shartlari bo'yi video fiksatsiyada yozib bergan qog'ozlari bilan tasdiqlanadi sizlarga. Agar shu da'vo qiladigan bo'lsa, uy meniki deb unda ularga katta jarimalar va statiyalar to'g'ri keladi. Jinoyat hisoblanadi. Birovning ishonchidan kirib, uni to'latib borish va yana vaqti kelganda o'zini qaytarib olish degan narsalar u qonun tomonidan ko'rib chiqiladi albatta. Endi do'stlar, bu Yangi Bozor City'da 2 kanallarimiz 5-etajda arzon olinib qolingan kvartiralarimiz bor. Yana yashashga da tayyorlab qo'yibdi. Kelib yashab ketaverishingiz mumkin bo'lgan kvartiralar ham bor do'stlar. Murojaat qilinglar, shunday uylar kerak bo'lsa. Yana bu bir tomonni aytib o'tamiz. Yana bir asosiy tomonni aytishimiz kerak. Bu kvartiralarimiz arzon vaqtda olib qolingan. Yana 1-etajdan remontli kvartiramiz bor. 5-etajdan remontsiz kvartiralarimiz bor. Yana bir remontsiz kvartiramiz bor, lekin yashasa bo'ladi unda. Yashashga sharoitlar qilingan. Ana shunday kvartiralarimiz bor. Murojaat qilaverasizlar, telefon nomerlarimni ko'rsatib qo'yaman. Savollar bo'lsa beringlar. Endi o'zingizning nomingizga olish mumkin bo'lgan uylarimiz bor. 2 kanali, 3 kanali. 2 kanalimiz 52 metr kvadrat, 3 kanalimiz 68 va 74 metr kvadrat uylarimiz bor. Ular nisbatan endi 1-2 so'm vaqtda kelib ko'tarilgan. Ularni ham sizlarga nomingizga oformiyat qilib berishimiz mumkin. Xohishingizga qarab, agar shu yerdan uy olaman deganlar bo'lsa, murojaat qilaveringlar do'stlar. Telefon nomerlarimni ko'rsatib qo'yaman, silkalarni ko'rsatib qo'yaman. Silkaga bossangiz yana ko'proq uy-joylar, yerlar haqida ma'lumotlarga ega bo'lasizlar do'stlar.